Qarang, sizmiş ömrünüzde bir muntazam jinsiy tarbiya olib boqqanmi? Yo'q. Azalda uchrashib boqmagan olsunami? Endi biz o'g'illarmiz shu. Odatda endi bizning bu munosabatlik materiallarimizda biz mush bolalar to'liqsiz doirasida bir muntazam jinsiyat tarbiyasi elish kerak. Lekin endi har xil sabablar tufaylidan bizning an'anaviy ko'z qarashlarimiz tufaylidan bizning o'g'limizga, qizlarimizga bundaq muntazam jinsiy tarbiya berishdan biz nomus qilamiz, qachimiz buni bir xil mehnat axloqsiz ish deb qaraymiz. Shuning bilan bu soha bolalarimizning kallasi quruq qoladi. Qo'rqinchli qarang'i qoladi. Biz endi mushni biz bolalarimizga demasak, bolalarimiz mushni uqmay cho'ng'ildi deb o'ylaymiz. Lekin bizmi to'liqsiz davrni beshimizda o'tkazgan. Bu davrda bolalarningki jinsiy bilimga qanchalik taqozo muhtoj bo'lganligini biz bilamiz. Chunki mush to'liqsiz doirasida qarang, 11 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan 5 yil davrda mel o'g'il bola bo'lsin, qiz bola bo'lsin, buningki fiziologik o'zgarishi dahshat tez bo'ldi. Kunda bir xil o'zgaraydi bu. Bolalar o'zining badanidagi o'zgarishga yetish bo'lolmay, men benormal o'xshayman, men bir xil chataq o'xshayman, men ayol kishiga o'zgarib ketadigan o'xshayman deb qo'rqibchi. Tashvish oltida turdi. Bu vaqtda mushu bolalar mushu holatini o'zining badanidagi mushu o'zgarishlarga bo'lgan bir tushunchaga jiddiy taqozo bo'ladi. Agar bu vaqtda maktabdagi muallimlar, ota-onalar bu bolalarga bo'lgan jinsiyat tarbiyasini qachqa vaqtida nima bo'ldi o'qimsiz? Bu bolalar bu jinsiyat bilimlarini qarang'u agrat ta'tir mehnat yo'llaridan o'rganib oladi. O'zi terib o'rganib oladi. Yo'q, jinsiy bilimlarni o'rganib oladi. Xuddi biz bilan teng o'g'il bolalarimiz shu jinsiy bilimni sanglashdan o'rgangan. Shunlashqa biz bolalarimizga bo'lgan bir jinsiyat tarbiyasidan qolsak, bolalarimiz deb lekin bunda cho'ng olmaydi. U boshqa yova, xato yo'llardan o'rganib oladi buni. Kim o'rgatsa shuningda o'rganib oladigan gap. Chunki bu bilimga taqozote bu. Endi kim o'rgatdi? To'liqsiz doirasida dada o'zining o'g'lini chaqirib ekilib, mushu gapni aytish kerak. Qizga onasi aytish kerak-chi. O'g'lim, endi sendan hozir badaningda o'zgarishlar bo'lyapti. Bu normal bolam. Dadangning burun bo'lgan, shunday o'zgarishlar bo'ldi badanimizda aytish kerak. Qiz bolaga onasi aytish kerak. Ondan avo bir sog'lom bo'lgan bir bilim manbasidan bilimni sumaraladi degan gap. Bo'lmasa o'sha Yaponning kinolaridan o'rganib oladi. Bolalarimiz bu bilimlarni xato o'rganib olganda, uni o'chirib yetib to'g'rilash intayin mushkul bir jarayon.